Malayziyaga yetib keldik, Kuala-Lumpurga. Надо подкачаться. Надо подкачаться. Bu yerga обязательно mana bu qo'shiq qo'yish kerak. New-York. Bizda bugun quyoshli kun. Malayziyada ikkinchi kunimiz. Проверка документов. Dokument tekshirish hamma joyda bor. Bu безопасность. O'ylamanglar. Faqat Moskvada, Rossiyada. Men уже emotsiyalarni olib bo'ldim. Endi sizlarga bermoqchiman. Sarguzashtlarga boy Malayziya. Sizlarga bizning sayohatimiz. Assalomu alaykum. Men Arslonbek Almardonov. Preobrazovание kompaniyasi asoschisi. Kompaniyamiz 7 yildan beri musofir yurtdoshlarimizga Rossiya Federatsiyasida barcha kollej, universitetlarga kirishda yordam berib kelmoqda. Bizning studentlar hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida qonuniy ham o'qib, ham ishlab yurishibdi. Xullas, agar siz ham o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, bizning kompaniya sizga bunda chin ko'ngildan yordam berishga tayyormiz. Murojaat uchun raqamlar ekraningizda. Endi esa videoni ko'rishda davom etamiz. Do'stlar, biz Malayziyaga yetib keldik, Kuala-Lumpurga. Mini obzor biz otelimiz bo'yicha. Kirish, yerda tualet vonna, рабочий стол, zona отдыха, televizor и shunaqa vid. Yomg'irli kunga tushib qoldik. Ozgina dam olib, keyin basseynga tepaga chiqamiz. Ko'ramiz basseyn. Tepadan qanaqa yorug'lik berar ekan. Ko'ramiz do'stlar, ko'ramiz. Do'stlar, yana bu yerda o'zini sport zali bor. Sport zali mana bunaqa holatda. Vidga qarab. Bizda ham dostуп bor, spokойно ключ qo'yasizlar, kirib bemalol заниматься qilsangiz bo'ladi. Mana yana bittasi bor. Bu yerda тоже качаться, надо подкачаться, надо подкачаться. Надо подкачаться, надо подкачаться. Bolalar, qaranglar, sizlarga nima ko'rsataman. Bu yerga обязательно mana bu qo'shiq qo'yish kerak. New-York. Xayrli tong do'stlar. Bizda bugun quyoshli kun. Malayziyada ikkinchi kunimiz va bugungi kunni sizlarga ko'rsatib ketaveramiz. Nima qilamiz, qayerga boramiz и так далее. Kecha juda sal sovuqroq bo'ldi. Ну как sovuq, shamolli havo bo'lib, ozgina yomg'ir tomchiladi. Chestno otib bermoqchiman. Birinchi kun Malayziyadaman и birinchi marta Kuala-Lumpur sentrida. Erkak Moskva, BMW, mashina, Porsche. Tonirovka полный kruг ruxsat berilgan bularga. Gap nimada? Yashab bergan bo'lardim. Buni yo'lini men ko'raman. Biz mana bu otelda yashaymiz. Bu как otel deyiladi, lekin apartament. Zdaniyalarga e'tibor beringlar. Birinchi o'rinda daraxtga. Qanaqadir необычный daraxt. Здание. Как джунglida. O'tlar bilan mana bu parkovka. Проверка документов. Dokument tekshirish hamma joyda bor. Bu безопасность. O'ylamanglar. Faqat Moskvada, Rossiyada. Eski dollar kam kursda olyapti. Bu yerda kursida $100 9600 bo'layotgan bo'lsa, ular 8500 beraman deb. Eski dollarda уже chunki sekin muomaladan chiqyapti eski dollar. Odamlar juda yeriga urib olyapti. Endi bankda spokойно almashtirib beradi, u muammo yo'q. Biz qanaqadir Xitoyliklarni mahallasiga kelib qoldik poxodu. Sababi bu yerda hamma narsa Xitoy tilida yozilgan. Ko'rinishi ham как Все, нормальный kurs topdik. Qidirgan topadi deydi-ku. Eski kurs, eski dollarlar baribir shudaki buni sal insofi bor ekan, sal kamroq qilib beryapti. Ko'ramiz hozir yana $200 пока maydalaymiz. Suvenirlar olmoqchiman, shuning uchun $200 bo'lmasa ham $50 ham maydalab urardim. This one. Так, распаковка
Swingir. Bu meni do'stimga, sababi bu 2017-yildan boshlab maqsadi paydo bo'lgan. Maqsadida pilot bo'lish, shuning uchun bu samolyot. 2016-yildan beri do'st bo'layotgan bo'lsak, u bilan 4, 5, 9 yil bo'libdi og'ayni bo'lganimizga. Mana shunaqa samolyot oldik. Swingircha Malayziyadan. Do'st degani menga Malayziyada bo'lgan, bu Balida ham bo'lgan, Malayziyada ham bo'lgan, Dubayda ham bo'lgan, Gruziyada bo'lgan. Lekin menga hech narsa olib kelmagan. Men hozir bunga men xohlagan narsamni, menga qilmoqchi bo'lgan narsamni unga qilib uyaltiraman. Mana yo'qlar. Ikkinchisi nima deydigan bo'lsanglar, o'zim uchun oldim. Mana shunaqa korobkada ofisimga olindi. Mana shunaqa chiroyli egizak boshlovchilaridan soatchalari, hamma narsasi bor. Kecha men buni tepaga ekskursiyaga chiqayotganda ko'rib qoldim. Bu yerda 175 turganda, men 80 ga oldim. No, и то buni narxi где-то местныйlar uchun 30-35 deb o'ylayman. Mana buni aytmayman narxi qanchaligini, chunki video chiqqandan keyin uni ko'radi. Pust бесценный bo'lsin. Sog'ani arzon qimmati bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Самое главное душевный narsa oldimda. O'zi pilot bo'lishni orzu qiladi-da. Malayziya Airlines'larda uchib yurish nasib qilsa bilatishganimga. Shunaqa gaplar do'stlar. O, Ferrari. Wow. Vallahi Ferrari'ning salonini qaranglar. Wow. Конечно. Смотри, Ferrari. Biz o'ta seriyozli joyda turganga o'xshaymiz. Sababi mana bu tepamdagi gastnitsa ham seriyozli joyga o'xshaydi. Oldimda o'yla mashinalardan Ferrari, Range Rover, BMW, shunga o'xshash mashinalardan juda ko'p turibdi. No, bizning maqsadimiz boshqa. Biz u maqsadlarga qarab yo'l olmoqdamiz. Do'stlar, men va'da qilganday ko'rsatishga tayyorman. Men o'sha emotsiyalarni olib bo'ldim, endi sizlarga bermoqchiman. Do'stlar, bu manzarani ko'rib men yashagim keldi deydi-yu. Hech qachon kechamas, lekin xohlardim mana shu davlatga student bo'lib kelishni. Yana ham nima deydi, Malayziyani ko'rganim uchun. Возможно, boshqa davlatlarga borsam, Angliya, еще qayeri. Возможно, shunaqa bo'lar. Недавно Moskvada turib, qish kelayotganini sezib, o'sha payt aytdim-da, Moskvaga o'xshagan megapolis yo'qmikin, чтобы круглый год leta bo'lsa, mayli bahor. Uzog'i bilan bahor dedim. Pogoda men topdim bu joyni. Hozir endi ichkariga kiramiz. Bitta narsa, bu yerda juda ko'p induslar bor ekan. Почти nima deydi? Yo'q, biznikilar. Ana qo'ygan. Qirrasidan qarasanglar, har xil vid zdaniyalar ochiladi. Voy, men bular ko'rinmayapti. Men bular yopib turadi bular. Hozir endi bu yerdan mana полностью bu yerda как будто biz zdaniya ko'proq. Mana qaranglar. Bu yerda как будто вот всё yo'q. Как будто. Ko'zingizga shiradiganda men buni nazarda tutgandim. Gucci, bu yerda Chanel, Dior, to есть urushdan oldin Moskvada brend bo'lgan bo'lsa, Tom Ford, hozir kirib Tom Forddan bitta parfyum qarayman. Bu yerdan Dior Savage qaradim, mana Dior Savage turibdi. Keyin Creta Aventus'ni o'zini do'koni bor ekan. Topish kerak uni ham. Qaranglar, Prada, Calvin Klein, tak, еще nima taniqlilardan men ko'ryapman. Louis Vuitton. Прикинь? Louis Vuitton есть. Погнали. Hamma taniqli bilgan do'konlardan bittasiga kelamiz hozir. Bu вот этот. Сколько стоит Tom Ford? Bilmira bo'lib ketyapti. Sarguzashtlarga boy Malayziyadagi bizning sayohatimiz. Odam naval ko'ryapsizlarmi yo'qmi? Hamma sherga kelib olgan deb o'ylayman men. Bilding, butun dunyoni odami sherdami?
Qalay? TikTokerchilar. Самое главное mana Tom Ford magazinning ichidan duxi oldim. Sababi juda bir niyat qilib yurdim dedi-ku. Bu duxiga erishish ham oson bo'lgan yo'q. Rosa yugur qilib harakat qildik. Ham borib dollar maydalabki, eski dollar olmaydi. Endi hozir fotograf qidiryapmiz. Panarini yoqyapti. Selamat dia bodoh. Sochiga o'ldim ekan. Hozir biz bu stilistimiz. Stilistchamiz bizni bu. Rasmga olib qo'yadi. Mana. Rasmchalarni olish qaraydi. Unda 3 ta spishka qo'yib olgan. Yorib yuboradigan rasm chiqyapti. 30 dedi, bizga 30 o'zini shu natsionalniy pulida. Men 10 dedim, 15 dedim, men 10 dedim. Ketayotdim shunday, bo'ldi. Hozir endi 10 ga gursullatamiz. Bu rasmchilarni qaranglar. Har bir joyda soqqa qilishyapti. Mana shu turist bor joyda soqqa borda bilin. Dang'ir pul ishlash bo'ladi. Hammaga salom. Hozir aeroportda registratsiya turibmiz. Olomon. Erta keldik deb o'yladik. Oказывается, hamma bizdan oldin kelib olgan ekan. Hozir ochirtda turganda okani ko'rib qoldik. Bu aka bilan biz 2018-yil o'zlari tekstilniy universitetda ishlaydi. 2018-yil biz Moskovskiy politsiyasi tomonidan выездная приемка qilganimizda, то есть yoqqa borib ekzamen qabul qilib qaytib kelardik. Shu aka bilan biz ishlaganmiz o'sha paytda 2 yil. Dunyo shunchalar torki, shu bilan ko'rishmay ketdik. 2018 bo'lsa, 19 bo'lgan taqdirda ham почти 5 yildan oshyapti. В итоге 5 yildan oshayotgan odam bilan Malayziyada registratsiyada bitta reysga tushib qolganimizni qaranglar. Dunyo tor do'stlar. Hammaga omad.